Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Shu 26-aprel kuni bilan ishni boshladik. Mashinalarimiz viloyatlararo xizmatda. Mashinamiz Xorazm ketyapti. 33 tonna yuklab. Bu kishi bo'lsa Samarqandga. Yuklarimiz tayyor. Bachalarimiz ham ish xizmatda. 24 soat xalq xizmatda yigitlarimiz. G7 markadan o'ryapti yigitlar. Hamma qoplarimiz bitta tarozidan o'tadi. Mahsulotni yetkazib berganimizdan keyin tekshirib, kilolarni o'lchab, mahsulotni tekshirib, keyin pullarni xohlagan holatingizga to'lov qilasizlar. Buxoro gips kanali hamisha xizmatingizda bo'ladi. Sifatli gips xohlamoqchi bo'lsangiz, tepadagi raqamlarga aloqaga chiqasiz.